O'rtoqlar, sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Rosa kosmetikalarni olasizlarda, emotsiyada. Keyin uni qattiq ishlatishni bilmaysizlar. Ustida koreys tilida, xitoy tilida yozilgan bo'ladi yoki italyan tilida. Bilmaysizlar nima qilish kerakligini. Menda ham shunaqa holatlar bo'lib turadi-da. Ayniqsa do'stlarim sovg'a qilishadi. Keyin tavsiya qilishadi. O'zimcha olaman-da, keyin surishga ham vaqtim bo'lmaydi, chunki bilmayman. Skrab, losyon, dnevnoy, nochnoy krem deb yozilgan bo'ladi. Lekin suraverasizlar. Xullas, menda shunaqa holat bo'laveradi-da, lekin natija bermadi. Shu surayotgan kosmetikalarim oxiri Muazzam Jo'rayevani atigi 211 ming so'mlik onlayn kurslarini oldim. Shunaqa qilib bilib oldim. Nima kerak, nima kerak emas. Ko'p keraksiz kosmetikalarimni yo'qotdim, sovg'a qildim. Ya'ni 30 yoshdan keyin qanaqa kosmetikalar ishlatish kerak?